Umrim davomida juda ham ko'p qimmatbaho narsalar sotdim, lekin bunaqasi birinchi marta. Ko'z tegmasin, mashallah deb videoni oxirigacha ko'rib o'rasizlar, sizlarga qiziq bo'lish uchun rosa mehnat qildik. Bugun 14-yanvar, Vatan himoyachilarining kuni munosabati bilan Dilmuhammad akam bilan birgalashib erkaklarbob qimmatbaho sovg'ani obzorini qilib beramiz. Bu obzorda bizga O'zbekistonda top 10 taliga kiruvchi Bobur akani Qirol laqabli va o'sha top 10 talikni birinchi o'rinni olishi umid qilinayotgan Dilmuhammad akani Kakos laqabli otlari yordamchi bo'ladi. Videoni ko'rib tushunib turgan bo'lsanglar kerak. Gap otlar haqida emas, balki o'sha otlarga taqiluvchi egar jabduqlar haqida ketadi. Bu egarlarning har bir donasi $5000 turadi va shuncha pul turadigan egarlarni tabiiyki bir necha $100,000 turadigan otlarga taqib ko'rsatsa juda ham yarashadi. Shohona bu egarlar to'g'risida qisqacha ma'lumot aytib o'taman. Qo'qonlik qo'ligul hunarmand ustalar tomonidan yasalgan bu egarlarning bittasi okeanda suzib yuruvchi skat ko'jasidan. Ikkinchisi bo'lsa Amazonka daryosida hukmronlik qilgan alligator ko'jasidan yasalgan. Qiziq joyi, o'lgandan keyin ot minishi bu suv maxluqlarini tushiga ham kirmagan bo'lsa kerak. Bu egarlarning yasalish jarayonida nafaqat qimmatbaho koja, balki qimmatbaho metallar ham ishlatilgan. O'sha metallar nomi kumush bo'ladi. Ko'rinishi juda ham nafis, sifati bo'lsa juda ham mustahkam bo'lgan bu egarlar har bitta chavandozni orzusi bo'lib qolsa kerak. Chavandozku mayli, egarlarni taqish jarayonida otlarga ahamiyat berdim. Hatto otlarni ham ko'zi chaqnab, xursand bo'lib ketdi. Gaplarimga ishonaveringlar. Agar otlar gapirishni bilgan bo'lganda, gap yo'q devorishi aniq edi. Bu go'zallikni san'at asari desam hech ham adashmagan bo'laman. Chunki bu egarlar ham xuddi rassom rasmini bir marta chizganda qaytarilmas go'zal va eksklyuziv hisoblanadi. Ichimda aylanayotgan gapni to'g'risini aytaman. Mana bu videoyim Zomilli ko'pkarichilarning qiroli Boyto'ra boboga yetib borishni juda ham xohlagan bo'lardim. Chunki ko'pkarida ko'rdim. Mashina ham sovg'a qilishdi, uylar ham sovg'a qilishdi. Ammo bu sovg'alardan faqatgina ot emas, asosan chavandoz manfaat ko'radi va men buni adolatdan deb hisoblamayman. Taklifim chempion bo'lgan otliga shunaqa shohona egar jabduqlardan ham sovg'a qilib turish kerak. Ot mingan erkaklarning xotini ko'p tug'adi deb eshitganman. Agar ot mingiylik kelsa, o'zimizdan ipodromga kelib 10-otxonaga, ya'ni Dilmuhammad akani otxonalariga kelsanglar, asl zo'r otlar juda ham ko'p. Hatto bloger Dilimini ham oti shu otxonada parvarish qilinar ekan. Meni ham zotdor otim bor. Meni ham otimni parvarish qilib tobla bersin deydigan bo'lsangiz, u holda men sizga Bobur akani Qirol laqabli otlarni topgari O'ktam akani maslahat beraman. Chunki O'ktam aka ot sportida xuddi futbolda Alex Ferguson kabi chempionlarni kashf qiladigan xususiyatlari bor ekan. Meni bu kamtarona mehnatim ozgina bo'lsa ham sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta like va podpiskani kutib qolaman. Va bu videoni otga qiziquvchi insonlarga jo'natib qo'yishingizni iltimos qilaman. E'tibor uchun rahmat. Hammanglarning sog'lig'inglar otnikidek bo'lsin.